Oho, balalar kaptı. Merhaba ballarım, tamam pişti. Orasılap seherde hemminizni oygattı. Hemminizni oygattı. Dadam apa mihriban, bekmu yasi micazi, bekmu yasi micazi. Biz baxtiyor aile. Balalarning opsi qaymoq chayga bak pista, hammadan bak o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Balalarning rahmati go'yochilar bag'andek hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz shodiman oila. Dadam o'zi tog'dek achchiq yaman, opam ko'kko'z amma mehriban. Dadam opam yo'q chog'da uyni qilamiz rasa ma'riman. Hey, mush kapsiz balalarınıza. Umma kızım Şadiye, kapsiz oğlum İlgarcan. Soğuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Aslında kılışmak, istirip de yürüydü. Aman akıl tatlıdı, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Aman akıl tatlıdı, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Biz bahtiyar aile. Da? Mani nesi? Mama, Ha? soğuk. Bak Mama, kaldık tokkap kaldık. Balam tutmalı buna. Bu mağalıkı deskini pekirtip durgan yeri. Ne çoğu? Hozirgi jamiyatda undidan ajabchi qilingan narsani chiqarmoqda. Yana chiqibdi. Voh. Hozir do'stlarcha birga bir uchun o'qigandim da. Boshqa odamni aqli yetmaydi. O'qima. O'qigan qilmoqda. Bir kuni bir odamga undidada bir uchur kelibdi. O uchurning keyinda texe bu uchurni ko'rib bo'lgandan keyin yettadamga yo'llab bersa, bu odam balo qazoq yo'lqidi, balo qazoqdan xoli bo'lmaydi deb bizilgan. Undan keyin bu odam ansirab bu uchurni yettadamga yo'llab beribdi. Undan bu uchurni topshirib olgan yana bir odam bu uchurni ko'rib bo'lgandan keyin yettadamga yo'llamabdi. Undan ertasi mashinada ketib olsa, keyindan yo'g'on bir avtobus kelib, vaq qiziqib so'qibdi. Undan o mashinani maqchib tugishga tutdi. Aslında yo'llamay, bola qizoq uchrab. Allah. Necep doğru kep doktor. Ondan keyin balo qazoq uchirgan odam, haliqi uchurni yo'llagan odamdan uch yo'lmoqchibdi texi. Ondan keyin qalabdi. Ya, onu bilmadim, onu chiqarmoqda atletdan chiqaran. Ha baktı 5 kış gününden karap bakım çıkarıp kalsan bizi depresiz. Necep kızım kuşurken. Qibay hayron qoldim. Muzaffar. Bu bekor chiqadigan shu qadar mijih keljimi. Ashunday narsani undidarga yo'llamdi vaqt isrof qilib deyman. İşçi arkadaşlar demlikten. Ya Allah. Bir başka iş kısılmam da şunu ama ket. Çıkıcı yanısını karap battağıcı, toru karap battağıcı deyman. Bunun yaxshi unumli tarafini foydalanmayaptir. Aqlayim qopchir olsim taqatqan. Ya Allah, ya Allah. Aslınınki bunu da inşallah. Mesela bunun yaxshi yerleri nəhayət köpdür. Mən sizbank oxuşlarına ata-analarga bir top qurub bergandim.
Hozir ota-onalar bolalarning maktabdagi ahvolini bilmoqchi bo'lsa, to'p orqali paranglashimiz. Andan keyin men bergan topshiriqlarim yoki bir o'qitishlar bo'lib qolsa, to'ptili ota-onalarga deb qo'ysam, shu zamonlar javob qaytardi. Andan keyin o'zininki uqqanligini xabardor qildi. Endi bekor vaqtlarimda o'quvchilarimning oilik ahvollari to'g'riliq paranglashima. Bu orqali o'quvchilarni to'liq tushungan bo'ldi ekan, ota-onalarni yaqinlashgan bo'ldi ekan-chu. Yo'q, bu undizlar degan-chu. Qaytliq tarafimi nəhayət çıxmasa bunun. Bunun önümlü faydalansak buludu. Onun üstü bulmamış fen texnikanın bir yeni məsulü bu hazırki zamanda müşündə bir üskünün boğunum yaxşı oldu-çu. Müstəqil bir kuraldan. Hem de bunu yaxşı taraf işletsek şu yaxşı olmalıdı. Bayatama siz degende ontadır işletsek ontadır olmalıdı. Yaxşı nəsi işletsek ündüdar olurdu. Naçar işler işletsek dil azar olurdu. Rast. Bundan keyin xon, anda qalayım qanday şikayet bo'lib, vaqtingizni sarf qilib kelib, kitobingizni ko'ring, jinim bola. To'g'ri, po'zdan to'g'ri qildi bolam. Buning uchun unumli ishlatish kerak. Ham buning nurg'un foyda taraflari bor. Masalan, men aytsak, ba'zi to'rdim materialni topolmay qolsam, kasbdoshlarim desam, vaqt va turdi shundan foydalanaman. Bu unumi yaxshi buniki. Nurg'un yaxshi qulayliklar bor. Lekin shu ba'zilar hamda shu ishi yo'qmiki, ammo bir odam bir narsani chiqarib qo'ysa, qarmalata yurak yotib qo'ydiganlar bor. O'qimay turiblar shu uni buni yo'llab qo'ydiganlar bor. Yegan tamoqi qilgan ishidan tatib aytadiganlar bor emasmi? Navago, sizlardim yaxshi payladim. Ba'zog'u bilanmagan topshiriqni do'stlarim tatib evatib berma. Ular o'zini topshiriqni tatib evatib ber. İşlep oğunla. Naat önümlü faydalı tutsa. Bunun dike mandaj yüz vermiyorsun ha? Yo, açtın koysam kallan işlepsin ha. Shu ishdan qilib qo'ldingmi Arslan? Özden mustaqil işler bunun topşiriqni. Hem de ben uqib qalsam ha? Telefonunu chiqib olaman de. Unda bunu yansın javob ki mangamo inodarni ish qilgan. Sizga sal vaqti var ha? Sal cho'ng olsa. Ulamda. O'g'rab qolsa. O'zlarimiz yanfim bilan tang turlar desa cho'ng olsa, chuma? 60 tekku. Ya qayerda ishlatmaslar? Azroq vaqt bor ha? Bu yana bir 4-5 yil 7-8 yilda ka. Oy, Ha. Ey bu Ha? o'ngishilgandek bu ya. O'tganda o'ngshalgan qanday bo'larki? lekin bu Qoldi buning. Timoq kerak. Bu bir moch bir foydasi qoptiq menga. Xatomi biza? Bu ishidagi muhimni kurashtirmoqchiman da, ishqala gap qilaverib. Jirani biz talqinmoq qildik. Rahmat, endi cho'y. Men cho'g'ina bo'laman. Maqlab o'tdan. Bundan keyin undidarda qalayim qanday ishlaydi? Ko'rdingizmi siz? Ha, ma'qul. Ajim tur. Assalomu alaykum. Ha, dada. Assalomu alaykum Shadiya qizim. Bugun obro'chilikda Ha. yig'imda o'qiydigan materialni to'qibdiman. Material kutubxonadagi Ha. ustilimning ustida. Siz yanfim bilan surat tortib, Ha. ünlülarınız orqali bana öğretmensiniz o teri kızın. Ha, ma'qul bildim. Cevabınızı kütüme. Ha, ma'qul dada, xotirjam bilan hozirlik qilib beray, ya. Ha, ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum. Ha, opa. Elim yaxshi o'yid ekansiz. Ha? Aytgan aldirashliq sinfimizga o'quvchilarning natija jadvalini unutib qolibman. Hozir Ha. ota-ona yig'inda o'quvchilarning imtihon natijasini o'qib beray desam, so'ngqimda natija jadvali yo'q turdi. Ha. Qizim, natija jadvali balkim tunugun kiygan chaplimning yanchig'ida bo'lishi mumkin. Xo'p bo'lmay darhol surat tortib imzor orqali Ha, ma'qul bildim, opa. Unda biz birdan saqlab turing, hozirlik qilib beray. Bo'ling. Ha, ma'qul, xo'sh. Bularning muhim narsani unutib qolib yurgandi. Ha, dada. Jadval? Opamlar jadvalni sizga va'da etibmansa. Ha. Opamga xato va'da etibmanda. Ha, men qaytada va'da etay. Ha, hozirla va'da etaman.
Ha, maqla qo'sh. Voyjon. Ana. Voy. Qara, alaykum assalom. Yaxshimi? Yaxshimi? Voy, sizga Assalomu alaykum Saniya opa. yaxshimi? Tinchlikmi? O'tan. Kiralab. Ha, jiran, balam, jiran. Voy, bu ukam Shadiya. Bir chaydammi, qizim? Ulan, ikam putildan olmildan og'och o'tirgansiz. Direkt ko'ngilsizlik ish bo'ldimi? Ko'nglimdan yerim Saniyada. Shu soyimchan qolib qo'yatdi meni. Köy deganda unda bunda ish bo'lib turdi. Sig'lama, ko'nglingiz yerim. Ila bolam. Bir narsa deyishib qolganmidinglar? Ishning cho'ng chiqdi demiş taptida Saniyada. Mani ko'rib yaqin. Shadiya, riqqatcha bolam. Qo'pig'a achingiz bilan uyda ilg'or jamba o'ynab turing birdan. Voy, bu yo'lchingizmi nima? Hay sho'kan bu. Chiroyli chiqibdi rasmni. Chinib Saniyada marasim yil emas, mush rasm bilan qo'shib chiqqan maqolga bir qarang. Nima debdiki anonda? Joyimizda yaqinda yangidan mehmonsaroydan birisi chiqdi. Voy, bir mehmonsaroyni e'lon ekan ufkam. Uning nima bo'pti? Tutan. Shu yangi mehmonsaroyning gapi hozir Saniyada. Kon mehmonsaroyni aymini bekor qilib, yangi mehmonsaroyga hujum qilgan gap bu. O'ylab ketmang. Balkim Sayimning idorasidan bir yig'in echilmoqchi bo'lib, oldin uqishqini bo'lgandi. Yoki yuqoridan yo tuvandan bir xizmat ko'rib iskanmoqchi bo'lsa, shuningga bir aloqalashqini, oldin yatoq aloqalashqini bo'lgandi ufkam. Uni boshqa bir o'zingizcha bo'ldi unda. Boshqa xiyolni qilmang. Men ishonmayman hozir uningga. Ishqilib uning harakati yaqinni yoqib faqat normal emas. Men sizga bir qatam furatgandim qo'yadi. Bo'ldi, ishlarida yomon taraf ko'rman. Qarang, o'g'limizning chiroyli bo'lib ketganini qo'rqib. O yaqinni yoqib faqat normal emas Saniyada. Ammo mushtaqisi bo'lamda. Men faqat to'g'richiligim qolmadi. Uning ustiga bu o'ndilar deganmichu hozir. Hamma xabarga ishinib ketganim bo'lmaydi. Bu hozir sizning kalmangizni menga, mening kallamni sizga yozg'ini bo'ldiki emasmi? Uning yozgan maqolani, taqdidotga uchurni hammani to'g'ri deb kelsakmi bo'lmaydi. Uning yaxshi, unumli, to'g'ri yerlardan foydalanib, anda qalayotgan narsa o'chirmaslikda bo'ladi, uning buni yo'llab taqdi yurmay. Bo'ldi, uning bekmi ishinib ketmay, Sayim bilan uyda chiroyli paranglashib ketgan. Ha deganda unday jidal qilib, so'qishaversanlar, balonlarga ta'sir qiladi. Buningla paranglashgandek nima qoldi edi? U ya mening gapimni bir anglab bir yerda o'tirib, menga bir yaxshi bir muomala qilmasa, mush yaqini yoqmishda o'zgarib ketdi-yu. Sayim uncha nachar bolam emas. Siz shundoq ko'yindi-ku. Yana yaxshi ketadi. Yo'q. Uy deganda urush jidal, bu ishlar bo'lib turdi. Hech ko'zingizni qisib bilib, chiroyli o'tmamsiz. Ha deganda unda yig'lab jidal qilaversangiz bolaga yaxshi emas-ku. Qarang o'g'lingizni. Choy ichsa, ko'nglingizni yerim qilib. Mushta bo'laversa, ajrashqan unda. Hargiz unda gapni qilmang, bola anglab qolmasin, hargiz unda gapni qilmang. Zepper aqınız kelsa, Sayim bilan bir o'ptaroq so'zlashib baqsin. Qanday? Ko'nglingizni yerib qilmang. Nima bo'ldi bola? O'ynolni o'ynamang. Shadiya? Ribqatjanning qo'sqochimiz bir nima qilib bering, qizim. Mo'qchimi? Bo'lmasa topshiriq ishlanglar.
Bu sayımında iş qildi kimishine. Shunda yuvosh, shunda o'ngluq odam deb o'ylaydim. Ko'ngilning hayvonning olsi teshida, odamning olsi ichida degan gapi bekor emaskan yomon Bo'ldi. Endi bu g'ayvat qilishligim yo'qdimi? Ma qarindishning g'ayvatini qilganlik qarindishning go'shtini yegan bilan barobar degan gap bor. Bekadimga haqning gapini qilmay o'zimizning ish bilan bo'lalar. Yo'q, endi siz bir tuzukroq gap qilib qo'ysangiz ulamdiki, bolasi bir chiroyli cho'ng bo'pti-ku, qarang. Chiroyliligi u bolaning. Bu surishtirib qo'y. Ko'p qopdi. Endi bu undilarda ko'rgan narsa qarabla buni bavar versak bo'lmaydi. Men bu ko'ngilni yasab turmush gap qilib qo'ydim Yaxshi qilsa. Unisi bu undilarda chiqayotgan narsaning hammasini bunda eskidab ketganim bo'lmaydi. Nurg'un ilm o'rganyapmiz, bilim ilyapmiz, nurg'un yangi uchur, yangi xabarlardan foydalanyapmiz. Buni bir aqlimda yo'q chiqarmasakmi bo'lmaydi uning ishini. Shu. Qani bir so'zlashib qo'y. Qara aka, ben işten baldırlı ilim kelgen asli. Bak öyle işini çeksem kutunum katta içip ayrılımdı. O ne boğanını bildim sözlerdi gitti. Bağıra tillap ep oldu karan. Öteki semel acırışmen. Yuqal öydündeydi karan. Bekadim kaçtırdı mı? Okumdum sarağını tutma okşaydı kutundan. Sizin masraq bağdı. Shamol chiqmas daraxtlanishmaydi. Beka xon qizim kesili yo'qda tutadigan. Maqarasa niyada. Biz kaqsam men qilchi gunoh yo'q. Men hech qanday ish o'tkazmadim. Faqat gunoh yo'qmi? O yo'q. Mani bir ko'rib qilma. Nima bu? Voy. Bu men kelmangu. Yo'q, men aqsham. Maqola so'zlari o'qib beqam. Bu da maqola so'zlari tekuna? Siz shunday ekan. Başta spoğa mı ya? Ahlasken bu malı. Aka, bu resim kızı o memlekin makal memesi mi? Bu hazır emniyet takılıp sürüp ofka. Belki bunu ayağınız kögendi o. Ama bunun nemi değmez. Bu resim nereden peyda var resminde? Aka ma resimni rasga qisam o'tga qilib komandorib chiqqanda qa yatak tutsam shu yatakda rasm tortib ma do'stlar chamariga chiqib yotganman. Yaxshi qilibsiz. Bu sofka maç. Nemish qilsangiz shuni tortib turdi, chiqirib tong. Yegan tomoqdan tortib. Tomoqni chiqarmasangiz ham och qolibdi deydi. Kampni chiqarmasangiz lavzi bola o'xshaydi deydi. Hamma qilib qolgan. Asli bu xotinim mushning qopibdi-da. Men mi ko'rsam, men mi xafa bo'laman afkar? Tas qamlashmagan shu o'tdi. Jinim aka. Mush ishqa chuqumsiz yordam qila olasiz. Bir amal qilib turing. Men qanday amal qilaman afkar? Men memde bir narsa bu adam bunda qilmagan. Men buningga guvoh bo'la olayman deb men turib taqtayman. Men mujiq o'ylashdim afkar buni. Bu qarsam, bu ham deganingizcha bo'lsa, bu cho'qim sizning yotoq tushgan rasmingizni rost. Mavilik yangi mehmonxonaning e'loniga sizning rasmingizni yotoqning ichi tushgan rasm bo'lgandan maskilad ekan deb qo'shapli bir chiqarib o'tgan gap. Shunlar men g'ulg'ulib ketib topgan. Chuqum shunda. Mushunsiz amal qilib bersangiz hech kim amal qilmaydi. Xon qizning payliyaman jumo sayim. Ajrashqan deydi. Ish qilib mana qilib. Eng yaxshisi shu, siz mana bu tor saqchilarga dilo ma'lum qiling. Ular bir damdan surishtirib topa oladi. Topalamda. Albatta topadi. Uning ustiga shu tunji qitim shu suratni chiqargan odamni mana men debla ID adres bo'yicha izlisi birdan chiqadi. Buldu aka. Mustaqillik. Men ondan so'ng men mushuni bir aloqali shay. Bosma bir ayolimni uy boshlab kiray aka. Siz bayad bir to'g'ri tushundim deb. Eng yaxshisi shu afkam. Siz paketni qo'lga tushirgandan keyin uni degan ko'rsatsangiz ayolingizmi xato qilganligini, xato tushunmaganligini his qiladi emasmi? Aka mushuni cho'qim amal qilib turgan jumon desa. Men beri bir soqchini izlab kelay. Qanday kim ayolim chiqaydi yarashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi. U jihatdan ham biz qo'lim qo'shnadan mukammalchilikni qilamiz-ku. Juma damsi avar qilib qo'ygan bo'lma. Men chiqaman. Bundan keyin afkam, sizmi diqqat qiling. Kasb emas, yana hammasi ish o'xshaydi deb rasmga tushaverman. Rost deganingiz to'g'ri aka. Buni kim bo'ldi men endi darb o'ynamayman. Yegan tomoqni tortdi degansizlar, ichgan chayinni tortdi degansizlar. Siz tortmagan shu hojatxonaning ichida qoldi afkam aslan. Hadan qilishligim aka. Mustavosini gaplam sizga. O'zingning bo'lsa ishtabida ish qildi. Rasm deganga afkamda tatliq xumolik tushadigan narsa bu. To'g'ri. Deganingiz to'g'ri.
Aka, undan so'ng men berib mush bel qilay. Ma'qul akam, sizni avarib qilgan bo'ldim. Men chiqay hamsa. Chiqsin ukam. Ma'qul. Voy, bo'ldi, uzatma bo'ldi aka. Yo'q, bo'ldi, men chiqay ukam. Ma'qul dersa, avarib qo'ydim. O'zingizmi bilsiz. O'tgan qidim tog'am pul so'rab kelgan pul turamdi qilib uy olgan chog'da. Bu qitim shu yezin navrinim kelibdi. Jiddiy og'rib qolibdi, operatsiya qilib so'may ketdim. Barliq tuqqanlarim sen mishari bo'lganki pulni sen beribdi, keyin o'zimiz yig'ish qilib berildi deganda shu sizga demaylar, sen baribir berib turmaysizlar. Shu kartini ochib doktorxon to'lab o'tgan shu. Berib turmaysiz emas. Avval sizin bir mesele sapaqsınız buluğu var. Bir ötkeden berip turmaysiz uningga bir-birini onda düşmanda görseniz bo'lmaydi ukam. Sizda degan mana shu kichikina masaladan chiqadigan tursa. Shu o'tgan qatim mustaq bermagankin shu bu qatim shuni olamni deb menmi? Balkim siz shu bermaydigan ishni qilgansiz ukam, sizdimi bor. Sizdimi bor ukam. Sizmi bu yo'lishingizni tushunib qo'ying ancha-muncha. Hozir hamma guna menda bo'ldi dang. Bizni ya bir haq o'xshash yig'ib qo'ygan eshib-tishib turgan bir pulimiz bo'lmasa, Arantasida jiqqan necha tuman pulni bekorga haqqa berib o'tkili bo'lmaydi-da. Lekin sizmi qiziq, men qat'iy ishonmaydi ekansiz Jumosoyim. Ozroq bo'lsin men bir maslahatlashib ishni qilsangiz bo'lmamdi. Uy setib olgan bergan pulni xalqning hayotini qutqizish uchun bo'lsin berav qo'ydim. Shuncha valla ichim qo'taman meniki. Ammo magipingiz joyida bo'ldi. Hech bo'lmaganda bir doktorxonaga olsam yo'qlab bo'lsa, qoldiringiz qo'shib qoladi emasmi? Bu demay turibsiz, qilmaysiz, bilmaysiz deganmi? İşleganni maslahatlashib qilmamsiz ukam. To'g'ri, deganim to'g'ri. Shu men pulni aklamay xijilchilikda qaraganka dijital tudim deb navrinni operatsiya qilgan 3 kun doktorxonaga yotib emasmi? Doktorxonada yotgan bo'lganda shu doktorxonaga borgan bo'lganda ukam, siz deb qo'ysangiz ayolingiz unchalik ongsiz emas qo'l. Shunday ukam, siz bir maslahatlab boqmay. Qiz to'g'ri deydi. Sapamanlar qo'toy, men bunga diqqat qilay bo'lamdi. Mana, bu shunchalik ish. Bir o'tga odamga shunda o'zaro maslahatlashib, bir-birini maslahatlashib qolgan bo'lsang, hech chiqmaydi ekan-ku. Bekorni ko'ngli og'riq qoldinglar. Shu. Sizmi xon qiz mana, sayin bir chiroyli apu so'rdi. Bo'g'a ahvolini deb berdi. Ko'ngildan chiqarayotgan. Shunami? Shu. Arif Muzaffarka. O'tgan qitim undidada meni aqamdan ilqqa chiqargan sujujaklar bor-ku. Shuning siz oqlab maqola yozib ketgansiz, nurg'un haqli yaxshi fikrlarni biritdimi? Hamda qilish kishimiz ukam. Bizga ham qo'lim qo'shni yaqinsa tursak. To'g'ri, pek rahmat sizga. Rahmatim ayrim aytmashganligim. Hech qisiq ukam. Biz chiqamdi. Saniyada Muzaffar akam sizlarni ko'p ovar qildik. Bu oilamizga ozroq kichikkina bir o'qishmaslik tufaylidan sizlarni bek to'la malol qilib ketdik. Sizlar qanday bular qolsa, tez ham naytdi o'ngishli qalb bo'ldi bu o'qishmaslik qilamiz. Sizlarga rahmat. Yo'q. Shuncha ukam, mush öndidarda chiqqan nasldan hammasiga qarg'ilashib ishlashga bo'lmaydi. Shu bir surishtirib, bir o'ylashib qo'yib, uni dika qilsak, ko'ngilsizliklar chiqadi. Raskim bektiginiz bek to'g'ri juma. Ma'qul Muzaffar aka, ilm avarqa o'zroq Quruqlik chiqasizlarmi unda? Rahmat. Ma'qul. O'g'lim, ma'qaytimiz. Ro'qqa chiqadigan bo'ldinglar ukam. Yo'q, ma'qul. Rahmat avarib qo'ydik. Doim avarib qo'yishim bu qo'lga adam. Shu skronlar. Juron bilan chiqdimiz. Bo'lmasa. Qo'y birdan o'ynab turachu. Atiga chiqsam bo'ldi emasmi? Voy to'kin tugitibsiz-a. Do'stim bilan ovorasim tushdi. Tas tushibsiz rasmga. Saniyada biz undidar qachib oldik bir-birimizni. Hatto taranishib turaylik. Ular resim bo'z, evet shu. Shu deydi, evet manglamda, menda ko'p qamal endi aytdi. Xudodan saqlaylik. Bakın. Biror narsa unutib qolibsizmi? Sizga deygan bir gap bor, ajab tuyuqsiz unutib qoldimmi men? Amsi esingizga kelganda dam. Ha, ma'qul. Ma'qul fikr qo'sh.
Ha vallahi şamı. Oy neden kesler? Voy, Ha? İlgar xana. Nima bo'ldi? Biz koynuğun çıkıp gitti. İlgar. Voy İlgar. Nima bo'ldi da? Bir ish oldimi? Balağını jutib ketsen nima bo'ldi desa uyda beharama o'tirsan ku. Bola, qaysi bola? İlgar xana. Ilg'or ses Boyam arsam ichki sopanemiz chiqib ketgan tazal. Top o'ynagan ishlarkan bo'lsa nimishqa undidar deb balimiz jutib ketdi deb xabar taqdim etdingmi? Biz unda kim unda? Mana. Mana da oqtaqala. İlgarlar sürtüğü bu. Mama qaradi da mana. Ma nomerning 5 ras o'xshaydi ekan, meni telefonim nomeriga, lekin ma oxirdagi bir nomer o'xshamaydi ekan emasmi? Obdara qarab baqam mana. 6 kere. Biroq bu nomerga bunda mas surat qo'y ilg'ardan surdi-da. Ha. U nimacha? Ya, u ras ashta turdi bu. Ha. Siz isoz yok. Qanday gap bu? Mana ilg'or kirdi, mana. Mana ilg'or mana. Oy. Kıran. Qala. Jinvata. Ko'ngilingizga terim qilmoqchimi? Muzaffar aka. Balınız çoxum tepildi. Mening balam yutib 3 kun deb olgan qarab, men ayolim deb qo'ydim, soqchi ma'lum qilamiz. Çoxum tepildi balınız. Xotirjam bo'ling jimoatga. Ishlos verdam qo'ying, xo'shliqim bo'lgan ekan. Bu mening balam ras ketmasa bu siz. İştire xabar qiladi, topila va balini. Voy jinim dada, men o'z ko'zim bilan ko'rgan ilg'or bilan arslan ichki top o'ynaymiz deb pastga bayadan chiqib ketgan. Top o'ynamasa hozir yo'q tursa, Mana mana. Muzaffar aka. Tepildimi? Nima? Balınız tepildimi? Ha, qana. Foydasın baktı da hanım ha? Ben sizin telefon numaranızın aslında yazıp balı yutup geldi deb çıkarıp koyup dikensiz. Şunu qasam resim yok ya. Lekin mayli qilib aldı qatım mening balam sizin balınız resmini tortib kelib shu rasmni qo'shib, yo'qolib ketib, men chiqarib qo'ygandim. Taqib qo'yib chiqmabdi da. Ne bo'ldi? Siz taqatqanmi kameramni? Ha? Yo'g'ash qilibsiz. Rahmat. Kan bir işine oldu akıllı skorak sozumdan da. Bu telefon numara mening emas, sening fikama 5 o'xshamli og'ir o'xshamaydi, diqqat qilmadingizmi menga? Bu qanday shu? Rast dada, mana. Ha? Rostun yutkattım mı? Ya balam siz YouTube ketmediniz, herkes YouTube ketmeysiz. Kim misiniz işte deydi o? Belki anlasın. Kuşlarımız Ata-ana sarangıp qoldiysınız dersen yutib ketibdi. Saranglar doktorxonasiga kirib qoldi dedi. Qo'ysa saranglar doktorxonasiga kirmagansiz. Ya Allah'ım tugmadan ishni tugida qiladi ekan bu odamlar. Bunda bir surishtirib taqatlanib intiroq chiqilmaslar. Bir odam nimani taqasa, hammadan mana shu taqdiy agar 3 kun ekan menga qo'ydik. Rahmat ukam, rahmat. Jafo chekibsiz. Bir kechda bir mehmon qilib olaysizni. Ulan Kasım koşuyor.